Kariz qaynonamga yana podarka keldi. Bu safar qimmat mango jo'natishibdi. Men bu mangoni umrimda yeb ko'rmaganman. Sizlar bilan birinchi marta birgalikda yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Ko'pchilik mendan so'raydi, "Opa, ishonchli onlayn ish bormi? Uyda o'tirib ishlasam bo'ladimi?" deb so'rashadi. Ha, bo'ladi. Ishonchli onlayn ishlar ham bor. Masalan, bir tanishim bor, Feruza degan Faberlik kompaniyasida ishlaydi. Shuning uchun Faberlik kompaniyasi haqida men ma'lumot so'ragandim. U kompaniyada 14 yoshdan boshlab ishlasangiz bo'lar ekan. Uyda o'tirib bemalol onlayn ish, xohlagan davlatingizdan turib. Yaxshi ishlasangiz lavozimingizni ham oshirar ekan, lavozimingiz oshgan sari oyligingiz ham oshar ekan va yaxshi ishlagan xodimlarga qo'shimcha pul bilan har xil davlatlarga putyovka ham berishar ekan. Feruza opani taniganim uchun boshqalarga ham taklif bermoqchiman. Agar uyda bekorchi bo'lib o'tirgan bo'lsangiz, bemalol onlayn ishda ishlashingiz mumkin. O'zingizga qo'shimcha daromad sifatida. Shu yerda WhatsApp nomerlarini qoldiraman. Shu nomer orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki Instagramlarini qoldiraman. Bemalol ish haqida surishtirishingiz mumkin. Eng asosiysi bu ish 100% qonuniy va halol ekan. Qani, bismillah. Yigirma 28 yoshga kirgan bo'lsam, birinchi marta yeb ko'ryapman. Qaynanam 53 yoshga kirganlar hali yeb ko'rmagan ekanlar shunaqa mangoni. Kimga qanaqa mango ko'proq yoqadi? Qizilmi yoki sariqmi? Kommentariyada yozib qoldiring.